Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 10-fevral 2026-yil yana bir fayzli xonadonimizga mana kameralarni o'rnatib berdik. 7 talabda xudo xolasa ko'ringlar. Soatimiz 7:20 o'tdi. Xudo xolasa mana panellarni o'rnatdik, kabellarni ichkariga tushirdik. Juda ko'pchiliknikini tashqaridan tushyapti, yoki u joyda odam yashamaydi. Bu yerda odam yashagan hisobiga mana ichkaridan chiroyli qilib tushirib, loy bosilmagan shapkalarga mana kameralarni o'rnatib berdik. Ishlashlari juda yaxshi hozir mana sifat kачествоsi a'lo darajada. Mana panellarni qo'yib, kabellarni ichkaridan olib tushib berdik. Chiroyli qilib ko'ringlar. Ishlashlari juda ham ajoyib. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Ash noqiyasi bo'ylab dastlabki ustunovkasi bor. Optim olib sotaman deganlarga ham beramiz kelishligi holda. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar. Xudo xolasa biz sizlar uchun xizmatdamiz. Mana juda ham ajoyib. Sifat kачествосiga garantiya ana. Ko'ringlar mana ishlashlarini. Gapiringlarchi? Mana. Davay. Mana ko'ringlar. Mana ko'ringlar, juda ham ajoyib. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.